Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede Sıdıka Rozu. Washington'dan sözdeyimiz, hürmetli vatandaşlar. Bugün Çislak 2021 yıl ayının 21. günü vatandaşlarım sizlerge yani hoş haber. Belki Amerika Koşmuş Ştatları Prezident Biden hükümeti ve onun devlet işlakatı ve Antony Blinken Alyaska'da söhbetleşken söhbetinin neticesi. Yaki etkandı Cungo'nun yukarı derecelik emeldarı işki neper. Bire diplomatiyaga mas'ul Yang Jiechi efendi. Yani bire Cungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi efendi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken ve devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Alyaska'da o'tkazgan suhbatning natijasi. Antony Blinken devlet ishlar kotibi shundoq degan edi. Biz ikki maqsadga yetdik. Onu tövende anlaysizlar. Demek biz meseleni doğrudan doğru o'ttirg'a koyduk bu bir cümle. Enik halda meseleni doğrudan doğru o'ttirg'a koyduk. Bugün biz Alyaska'da açılgan yig'inning yoki Jungo Amerika ishki davlatining Alyaska suhbatining natijasini yana bir tarafdan ko'rdik. Yani şu günü 18. günü Alyaska'da işki devlet sohbeti başlanğan günü şu günü dikkat kılan hürmetli vatandaş. Cumhur Halk Cumhuriyeti Tashqi ishlar Ministerligining ministri Wang Yi efendinin teklif qilishiga binoan oldimizdagi haftadan başlap yani 22. günüden başlap yani erteden başlap Rusya Federasyası'nın Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov efendi Beijing'ne ziyaret kıldı. Nemini tasavvurunuzga aladınız hürmetli vatandaş? Muştariqi nemini tasavvur kılaladınız hürmetli vatandaş? Demek Uyg'uriston meselesi kun tartibga keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi ve Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixiy adolati vaqti keldi, pürüsti keldi deb tonidi Amerika Qo'shma Shtatlari. Bugun Uyg'uriston meselesi kun tartibga keldi. Men o'ylayman ki bu qatim Alyaska'da açılgan söhbetde hamma mesele o'ttirib qo'yildi. Çünkü siz Yang Jiechining sakrab ketganidan, sakrab o'rnidan turib Amerika taraf vakiliga etilib turib, chechilib turib fikr qilganidan shu narsani ko'rib oling ki vatandaş mesele doğrudan doğru o'ttirib qo'yildi. Yalta konferensi meselesi oldu. O'ttirg'a qo'yildi. Moskva konferensi meselesi o'ttirg'a qo'yildi. Shu masalalardagi Uyg'uriston meselesi o'ttirg'a qo'yildi. Bugun shu narsalarning, shu fikrlarning, shu yig'inlarning o'ttirg'a qo'yilishi tufayli ikki davlat o'zaro almashtirish, qandaq so'zlashish, so'zlashishni qandaq o'rlashtirish asnolari ichida dal Cumhur Halk Cumhuriyeti hükümeti 18. günü Alyaska'da sohbet başlanğan gün 18. gün etdiğinde Rusya Federasyası'nın Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovni Beijing'ni ziyaret qilishga taklif qildi. Siz ishini bilgichi Allah. Bu qatim Lavrovning Beijing'da söhbetleşidigan söhbeti Beijing hükümeti bilen tarix 40. yıllardaki tarix Stalin Bolşeviklar Partisi Mao Zedong ve Mikoyan qatarlıklarının 1949 yılı 1. ayının 31. günü Beijing etrafındaki Şibeypo'da sözleşken sözleri, ötközgen mahfi söhbetleri, belki hemmisi bu tarih bir kartina süptüde. Bu qatim Beijing'de o'ttirib qo'yildi.
Çünkü Alyaska'da Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'ur meselesini, Uyg'urni etnik qirg'in qilish meselesini, Uyg'urni majburiy emgak silib qo'l qilish meselesini, qisqasi Uyg'urning bugungi meselesini Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Alyaska yig'inida o'tirib qo'ydi. Ben bundan təsirlənib, üzəm hissiyatımğa berilib, arlıqda iki nəsini unutubdu mən vətəndaşım. Bu nəmə? Məsələn, Prezident Joe Biden hökumətinə rəhmət etdik və Joe Biden hökumətinin dövlət işlər katibi Antony Blinken'ə rəhmət etdik və şundaqla dövlət bexətərliyi məsələsi Jake Sullivan'a rəhmət etdik. Amerika xalqiga rahmat aytish, Alyaska suhbatini o'rinlashtirgan Amerika hukumatiga rahmat aytish. Vaqt intayin ciddi hurmatli vatandoshim, ko'rdingizmi? 18-kuni boshlandi, 19-kuni oxirlashdi. 22-kunida 23-kunigacha bo'lgan araliqda ilgari-keyin deyli, Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Ravlov Beijing'e kiladigan ziyaret kıladigan bo'ldi. Meseleler qo'yilib bo'ldi. Uyg'uriston meselesi shuncha tez o'ttirga qo'yildi. Uyg'ur yig'ilgan yig'inlaringning, chekkan nadomatlaringning, tartgan azoblaringning hisobi elinadigan payt yetib keldi. Uyg'urlar. Sana bu payt yetib keldi. Bilgichi Allah hozirgi vaziyatni biz mushunda tahlil qilamiz. Mana qarab eqing, mana hozir men deydi. YouTube yangicha yo'lboshda kayfi ko'rsatdi. Kimni jimiqtirmoqchi? Aeroplandan tushish bilanlar harbiy ishlar bo'yicha zanjirsimon inkas qo'zg'adi. Bugungi Volkochsi 3-oyning 21-kuni YouTube. Demak, hazır yangicha Alyaskadan qaytib Beijing'e tushish bilanlar harbiy safarbarlik. Shunama harbiy ishlar bo'yicha inkas qaytirish popozada balki belki jamiyat tartibidir. Chunki bu ish katta ishda vatandoshim. Yer shari o'qida aylanadi. Şu o'qida aylanish bilan bir silkinadi, bir tavrinadi. Hozir Alyaskada yer shari bir tavrandi. Bir silkindi. Bundaq vaqti yangichining Beijing'e berişi ve Beijing'de aeroplan bilan tushish bilan harbiy ishlar tarafdan inkas qaytirishi. Masalan, safarbarlik qilish, ko'chaga tanklarni qo'yib berish degandek. Bu bir ish. Endilikda Tashqi ishlar ministrligi dahshatli xabar e'lon qildi. Cumhur Halk Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning taklifiga binoan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov kelar hafta Cumhur Halk Cumhuriyetiga ziyoratga keladi. Sharq televiziyasi yer shari kesishish nuqtasi 3-oyning 18-kuni YouTube. Bu Sharq televiziyasi Shanxayda torbetki chiqadigan televiziya vatandoshim. Davomini anglaysizmi? Gapisingizda bo'lsin. Yangicha yo'lboshda kayfi ko'rsatdi, kimni jimiqtirmoqchi? Aeroplandan tushishi bilanlar harbiy ishlar bo'yicha zanjirsimon inkas qo'ydi. Bugungi Volkochsi